Buni qarang, uch tuman rosa rivojlanib ketyapti. Sira aytmang. Ayniqsa sanoat iqtisodda oldinda bo'lib turibdi. Nafaqat ushbu sohalar, balki ta'lim sohasida ham rivojlanmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Sizlar uchun uch tumandagi yana bir nufuzli maktabni tanishtiramiz. Bu siz bilgan Bobur Rahim Mashrab maktabining 3 tumandagi filiali. Bu yerda 2026-2027 o'quv yili uchun qabul boshlanibdi. Dilfuza yana bir ma'lumotni aytsam, Bobur Rahim Mashrab maktabini bu yilgi 11-sinf bitiruvchilarining 10 nafari chet elning nufuzli oliygohlariga o'qishga kirishibdi. Vau, zo'r-ku! Yuring xonalarni tanishamiz. Yuring ketdik. 11-sinf bitiruvchilari IELTS, SEFR, SAT sertifikatlaridan yuqori natijalarni qayd etgan bo'lsa, 7-sinfning 5 nafar o'quvchisi ingliz tilidan B2 darajadagi milliy sertifikatni qo'lga kiritdi. Qolaversa, 11-sinf o'quvchisi 189 ball bilan tibbiyot yo'nalishiga da'vogarlik qilmoqda. O'quv yili davomida har chorakda eng a'lochi o'quvchilarga 700 milliondan ortiq grant ajratilar ekan. Zo'r-ku! Maktab matematika, IT, kimyo, biologiya, rus tili, ingliz tili fanlariga ixtisoslashtirilgan bo'lib, 1-sinfdan 11-sinfgacha